juda kuchli. Menimcha burun sindi. Yaxshigina qon oqyapti hozir. Jon Davlet ham o'tkazib oldi qo'l zarbasini. Ehtiyot bo'lish kerak. Qo'llarini biroz ko'tarish kerak. Mana aylanma round kick. Behroz Isroilov. Davom etamiz do'stlar. Low kick yana muvozanatdan chiqdi. Endi yakunlab qo'ysa bo'ladi. Albatta, ketma-ket zarbalar. Do'stlar, Behroz Isroilov muddatidan avval g'alaba qozonyapti. Texnik nokaut. Albatta o'zbek xalqi uchun revansh olindi. Do'stlar, Qozog'iston vakiliga ham tasanno shunchaki, chunki u mardona kurashdi bugungi jangda. Biroz o'tib ketganda boyagina aytdim, boshqa qilib ketdi va bu holatda jangni o'zi partida turib davom ettirish o'zi qiyin, chunki nafas olish oson bo'lmaydi. Va bu yerda ikkinchi raundning oxiriga ham yetib qolgandik. Bekozga esa shunchaki tasannollar bugungi karting birinchi g'olibi. Albatta, Jon Davletga sog'liq tilaymiz. Ajoyib jangchi ko'rganmiz avvalgi ikki janglarini ham. Biroq bugun Behroz Isroilov omadliroq edi, kuchliroq edi va qat'iy tarzda g'alaba qozonyapti. Albatta tabriklaymiz Behrozning murabbiylarini, yaqinlarini va O'zbekistonlik MMA iflosmandlarini. Albatta intensiv kurashga boy bo'ldi bu jang. Juda ham vaziyatlar ko'p bo'ldi. Ikkala jangchilar ham stoygada ham yaxshi zarbalar chiqarishdi. Vazn me'yori yengil bo'lsa ham, ammo bir menimcha qiziq jang ko'rdik. Mangu ligasiga xos mana shu muxlislar kutgan jang bo'ldi desak bo'ladi. Jasur Alijonov press konferensiyada aytgandi, jangchilarimiz press konferensiyada trash talk qilishmaydi. Ya'ni mana shu 8 burchak ichida o'zlarini ko'rsatishadi deyishgandi va biz buni guvohi e'lanyapmiz. Demak, jang g'olibi rasman e'lon qilinadi do'stlar. Победу телевизионного нокаута одержал. Ах ты,